Jinsiy tilanglar. Yo'q, unaqasi. Cheksiz bo'lsami? Yo'q. Nodir aka ish qilasizda, jin chiqib kelsa, 3 ta tilakdan nima tilagan bo'lardingiz? 3 ta tilakdanmi? Voy. Bir yoshligimga qaytib qolish. Keyin Bo'ldi, qolgani shu vohliroq hozirgi narsalar. yo'q, 3 ta tilagingiz bor. Ha, 3 tasimi? Voy, yana bittasimi? Uni o'ylab ko'rish kerak. Yo'q, diniy tilaklar. Yo'q, jinsiy tilanglar. Yo'q, unaqasi. Cheksiz bo'lsami? Yo'q, 3 ta tilakni. Cheksiz Ha, bo'lsa. bittasi yoshligingizga qaytdingiz, ikkitasi, ikkinchisi diniy tilak ekan, uchinchisi Amir Olimxon nima bo'lib qolishi qolardim. jinsiy tilak ekan, uchinchisi. Nima degan? Ha, jinsiy jihatdan juda ham baquvvat bir bo'lsa, kuch tugamasa. Kim?